Sen birodar Allohni tanish uchun yaralgansan. Jannat uchun yaralgansan. Abadiy hayot oldidasan. Seni borlig'ingni Allohdan boshqa narsa to'ldirmaydi. Mansabga intilasan, yetasan, zerikasan. Boylikka intilasan, yetasan, u ham zeriktiradi. Go'zal ayolga oshiq bo'lasan, yetasan, u ham zeriktiradi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyo matohi vaqtincha huzur halovat bo'ladi, keyin zeriktiradi. Allohdan boshqa hamma narsa odamni malollantiradi. Allohdan boshqa biron narsa senga abadiy saodatni bera olmaydi. Alloh shunday bo'lishini xohladi. Shuning uchun dunyoda yashab, Allohni tanimasdan kun kechirayotganlarning hayoti malollanishlikdan iborat. Sen birodar, hamma narsani bir chekkaga qo'yganda Allohni rozi qilishlikni birinchi o'ringa qo'y. Shunda qolgan dunyo matohini Alloh taolo seni qo'lingga ato qilib qo'yadi. Birodarlar, shaytonning do'koni shunaqa do'konki, u yerdan bir narsa oldingizmi, albatta sizdan o'zini haqqini undiradi. Agar siz zinoga qo'l urgan bo'lsangiz, ahli ayollaringizdan albatta bittasidan zdachisini oladi shayton. Yo ayolingizdan oladi, yo qizingizdan oladi. Yo nevarangizdan oladi. Xotirjam bo'ling. Ha o'g'il bola, qani avvalgi gaplaringiz. Mana ustingizga sinov keluvdi, o'tolmay qoldingiz.